Assalomu alaykum hammaga. Bu vlogni shunchaki olmayapman. Bugun 2026-yil 20-iyul. Eng yaqin qadrdonim, ko'plab yillar davomida, 10 yil davomida bir-birimizni mana shunday yaxshi kunlarda, to'ylarimizda birga bo'lib yaqin yurgan ukam bor Surxondaryoda. Temur ukamning 22-iyul kuni to'yi. 22-iyul kuni to'yi mana hozir Toshkent shahridagi Janubiy vokzaldan xudo xolasa Surxondaryoga qarab yo'lga chiqyapman. Bu videoni 10 yil, 20 yil, balki 30 yildan keyin ko'rarmiz. Eng muhimi xotiralar qoladi. Tarix bo'lib YouTube'da muhrlanib qoladi. Hali bilmayman bizni oldinda nimalar kutyapti. Qanday jarayonlar bo'ladi, to'y qanday o'tadi, bularni barchasini mana shu vlogimizda muhrlab boraman. Shu bilan birgalikda ko'plab viloyatdan, ya'ni Samarqanddan Sindo tashib yurish kerak, Denovdan, Sho'rchidan, Toshmuhammad barcha tashib yurish kerak. Xudo xolasa 3 kunlik jarayonlarda nima bo'ldi, to'y qanday o'tdi, barchasini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Canım deb gulnaram, kunduz sagan baram. Senden xabar yo'q qo'y, salam menden salam. Meni sen aldama, baram desem baram. Ko'pchilik so'rashadi, Toshkentdan Surxondaryoga poyezdda necha soatlik yo'l deb. Poyezdda Toshkentdan Surxondaryogacha 14 soatlik yuradi. Ya'ni Toshkentdan Termizgacha 14 soatda yetib boradi. Toshkentdan Boysun yoki Qumqurg'ongacha 12-11 soat yetib boradi. Endi 14 soatdan keyin Termizda bo'lamiz. Avulingga borib kunde qaytaman. Tabalmadim nega seni jo'ytaman. Endi sagan qanday qo'shiq aytaman. Bu video O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati uchun bo'ladi. Mana temir yo'llar vokzalida poyezdga chiqqanda, hozir Toshkentdan Surxondaryoga yo'lga chiqqanmiz. Mana shu poyezdga chiqqanda juda issiq holatda odamlar ketar ekan. Tez yurganda poyezd konditsioner ishlaydi. Ozroq sekinlashsa o'chirkan va bu poyezd konditsioneri Jizzaxga ishlarkan. Undan keyin o'chirkan. Lekin odamlar shuncha pul to'laydi. Bu muammoni oldini olib qo'yish kerak deb o'ylayman. Sizlar ham shunaqa holatga uchraganmisizlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Mana men 12 soatlik yo'ldan keyin Surxondaryo viloyati Qumqurg'on tumaniga keldim. Termizga tushib qolishim kerak edi. Yo'l ozroq uzoq bo'lganligi va poyezd juda ham issiqligi, konditsioneri ishlamaganligi sababli mana Qumqurg'onga tushib qoldi. Endi Qiziriqqa ketaman. Qumqurg'onda mana shu marozim 5000 so'm ekan. Toshkentda 20000. Xalqbankini bankomatida kartam chiqmay qoldi. Qo'limizda. Nice.
Balon yorilib qolibdi ekan kelayotganda. Ortdan 70. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. YouTube'ga qo'yaman buni to'liq formatdan. Ha, to'liq. Mana. Soat 1 kechasi 1 soat. Bir qarang mana. Mana. Mana shu bola uxlaymiz deyapti. Ketaylik. Men aytmayapman-ku Denoga ketaylik, qochib ketaylik Temur to'yidan demayapman-ku. Kim Denoga qochadi? Soat necha bo'ldi? 1:30 bo'ldi soat. Assalomu alaykum. Farhat aka, nima bunaqani Ketdik. Реально bomdoddan keyin shuni bo'limga borib, shuni pomoshalarga shuni bitta nazarga qaytib kelamiz. Navkargacha. Necha ketadi? 10 ming ketadi. Yo'q, hech 10 bo'lib ketmaydi. Qayerda? Uzoqdami? Bandoqonda. Voy, qanday? Mana to'g'ri yo'q mana. Ha, sentralda. Ha, shu bandoqonda, ana kuyov bilan yo'q. Soat 6:30 bo'ldi hozir. Ketamiz. Evet. Soat 6:30 bo'ldi, biz sartaroshxonadamiz. Yopiq ekan hali. 7da kelaman deb kelgan. Asosan 7 bo'ladi. Doktor qayerga doktor? Doktor kimdir? Beruz akamchi? Yo'q hali. Yo'qmi? Abdulloh qayerga Abdulloh? Xusanchi? Shu Rossiyada. Ash bo'ladi, to'y bo'layotgan kun. Ana, to'liq qismini qo'ysak ko'rasizlar. Yuvolamiz sochga. Alo. O, Zafarchik. Rahmat, yo'q. Quvonch bersangiz-ku. O, Zafarchik. Bugungi to'y qisqa fursatlardan keyin boshlanadi. Har doimgidek jarayonlarni to'liq YouTube tarmog'ida qo'yib boramiz. Sizga azob beryapti. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 2026-yil 22-yil eng yaqin qadrdon ukanim Surxondaryo viloyati Qiziq tumanida to'yi. Xudo xolasa bugun to'yni yaxshi o'tkazamiz. Zo'r o'tkazib, ertaga Toshkentga qaytamiz. Mana.
ko'rdik. Zakonni mana ko'rganmiz aka bular to'yda. Yaxshi kunda yonimizda mana ko'rganmiz. Eng qizig'i remit yo'q ekan. Remit? Xolos bugun jarayonlarni to'liq YouTube platformasiga boramiz. Yansıydı bana benim anlatırken. Böyle. Ben bu şaptım. Tekst oldu da. Ya tıkılıp olmasında ne yapıyor? Ekranga bir olsun. Давай. Nаш ushab turing-da, bari. Taq qo'ymash. Galstik jarayonlardan olish kerakmidi? Yo'q, shartmasdan. Nima bo'ldi? Gul. Yo'q, chiqmaydi. Kimga chiqayin hozir? Taksiga chiqsang gul olib keladi. Qanday bo'lsin? Aytdim o'zi. O'zi baxtli bo'ldi. Ko'rsatib qo'y. Başlarga ham chiqdi-yorki, tashqarida turib tursin. Gaz tutib safqa tutasiz. 2022-yil, 26-yil. 22-iyul. Qo'y. Qanday oyoq chalkashtirib turib olasiz? Mana bosh bu tarafda. Kameraga qarab. Yo'q, bosh bu tarafda bo'ladi. Aka aytaman to'g'riga qarab berasiz. Undan keyin to'g'rilaysiz. Master. Keyinda keyin aytaman yoqani to'g'rilab qo'yasiz. Eshitib bilan qufla Zafar keyin. Voy. Qayta. Mana Zafar o'tib master o'tib beradi hozir. Rahmat. Sana qaranglar, dada, ketkaydi. Ozgina kayfiyat ochilasiz endi. Aha, ana shunday. Tak, ana shunday. Tak. 1 2 3 ga bitta kameraga qarab beryapmiz. Aha. Yana bitta olamiz endi. Yana bir qarash. Shoshmanglar Zafar. Bu tarafga qaratib oldik. Aha, aytgan paytda kayfiyat bilan kameraga qarab beramiz. O'zingizga. Bir. Bugungi ikkala pollarni yana ham sal chaproq. Aha. 1 2 3 ga bitta kameraga kulib qarab berdik. Aha. Bizga bitta yo'l biladiganimiz yaxshimiz? Birga ketamizmi? Baribir qolib ketari bo'ladi. Qolib ketamiz, yuravering. Mana men bilan hamma narsani. joyiga. Bundan bo'lmay yo'q. Mashinalardan Qarang, sen ham chiqib olasan, u yoqdan kimdir bo'lsa, Hisob pulni berib ixtiyorimdan xullas ekipaj. aytsang bo'lardi. Qo'l qo'yib oldik. Xohlasang kuyov chiqarib olamiz, men yerga o'tirib ketasiz. Yo'q, San'atga ketasiz. bizga bo'ladi. Aytaman, bitta qo'l ko'tarib. Qaysi o'ringa ko'tarib bering? Ikkalasini ko'tarasiz. Tepaga bunday qilib. Ha, ana shunday. 1 2 3 ketdi. Ko'proq. Aha. 1 Alo. Hop, bu qo'lingizni to'g'rilab qo'ying. Stabilizator var mı? Yo'q. Hozir o'limni tushundim. Hozirga yarim soatdan ketamiz.
Ha, hozir yarim soatda. Qayak. Assalom. Yo'q, bu yoqda temir yo'ldan uyda. Hop, ana shunday. Sal temir ko'tarasiz qoldi. Aha. Qo'lga qarab, salgina kayfa. Hadi ver ekmeğini, kaykat olacak. Ver, iki, üç, dört yana tutacağız. Mana Tosh Muhammad bilan ikkalamiz chiqamiz bugun. Birga ketamiz. Mana komfort ham oladi. Mashina olibdi yaqinda, mana yangi mashina. Birinchi videomiz короче. Короче, bu oldi-da bu. O'zingiz ko'rib turasiz. Yo'qda bu yoq. Nima deydi? Kuchinglar deyapti-da, tezlashinglar deyapti. Shu vardı men siz kiravering, siz boravering. Men joylashtirib boraman.
ho'kizlar bor. Bir ho'kiz yetilib Ho'kiz beryapti, ho'kiz. Kelinni otasi ho'kiz beryapti. Mana temir o'tirdi. Ha, endi bitta ho'kizmi? Ho'kiz. Ho'kiz ayam. Nargisdan. Nargisdan bor ekan yo'q. O'tmoqchi. Mana. Temur mana shu yo'q keldi yoz. Yondan qo'ysangiz bo'ladi. Ana. Nima? Saq! Temur sila. Nerealni saq? Temur sila. Yo nimaligini qo'yaman videoda. Temur sila deyapti. Temur Sela. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. Telefon sizga? Ha, shu boya berishingizdan chiqib qoldi. Mana. Biz keldik hozir. Tepaga. Mana shu bolani bir 8 yil bo'ldi ko'rishim oldi. YouTube'ga qo'yaman, YouTube'ga.
temur uka keldi. Keldik mana do'stlar, davrasiga. Kassimdan yechib qo'y. Kassim shu bilan yechib yengil bo'lib kelaman aka, hozir prosta bir kelib vaziyatni ko'raylik. Shu narsada Cho't. sho'ra soldirayin aka. Yo'q, keling, ha. Men to'y tugadi. Hozir 23-yilga o'tadi. Hozir vaqtdan keyin. Hozir tashni yeymiz-da. O'tiramiz. Charchab olaman. Muhammadjon yangi olgan Kia'si hali 8000 kilometr yuribdi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun 2026-yil 23-iyul. Mana to'yning asosiy qismlarini biz o'tkazib oldik. Xudo xolasa bugun ham hali kun jarayonida davom etadi. Cho'milishga boramiz. Mana ishni davom ettirdi. Hali 36 kun bo'ladi. Shohroz hamma shu yerda mana. Muhammadjon shu yerda. Mana shu uyda. Minusmi? Mana shu uyda turdik. Bu uy mana shu Surxondaryo Qiziriq tumanida bir stomatolog akaning uyi ekan. Juda zo'r odam ekan bu. Temur qo'shnisi bo'ladi. Bu akaga ham juda minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sharoitlar ham zo'r ekan. Komfort ekan. Mana bugun biz kechadan beri o'tirib, Shohruz biz mana kecha ular bilan kechamiz. Endi buni YouTube'ga qo'yamiz. Javob boshqa qanday? Ha, kuyov bolam. Ertalab turib xizmat qilyapti. Men to'ymagan Zambilmasida. Nima bu? Kamera bu. YouTube'ga. Meni to'ymagan kelmasangiz bo'ycha. Mana chempion. Tez-tez shular o'zi. Bular shunaqa voqealar bo'ldi. Biz Surxondaryoning keskin oshini ichib, samsasini ichib ketganmiz, samsa. Mana boshlandi. Yoping yaxshi qilyapsiz. Yopildik. Sigara chekyapman, sanetda ham. Cheko'rayapmi bular? Bosiga. Mana Somsaga olamiz aka, so'ramasin. mana soat 8:20 biz ketyapmiz. Uxlamaganlar bor bu yerda, uxlamayotganlar gapiryapti. Uxlab turib, trezorlar gapiraversin. 8:20 emas, 8:50 bo'ldi oshna. Yillikmi? Nechiga adashdim? Yomon adashdim. Yo'q, 8 bo'lganicha. Mana kuyov bola. Bular? Hali uyga kirgan yo'q hali kecha. Ochkini bering. Hali mulla kelgan. O'zim ana shu qilyapti-ku. Ochda bayli hammamizga. Ko'zlar terini olib kelishga so'kkada menda 2 ochka bor mashina. Ochka? Chapga. Sal xonaga ketsiz-a? Charchamang momo. Bola charchamang. Rahmat, salomat. To'yxat olib ketyapsizmi? Nima bu? Ro'yxat xotin jo'natib olgan. Mana uylangan kecha. Ayting uylanishaman deb. Kechkanash ham yapamatku. Mana kechkanash. Mana kechkanash. 10 yoshga to'xtatib qo'ying. Parkovka, короче, pulli, po'xo'y. Beramiz pulni. Po'xo'y deyapsiz-ku buni. Parkovka? Aytishi. Qani parkovka? Parkovka yaxshimi? Joy topsangiz parkovkada. Yo'q. Bir joyga yaxshi joylashasiz, senga pul berishim kerak. Qiziqtiramiz bilmaydi bular. Ha, bungacha qaysam. Luboyni prikol qilamiz. Tamam berasiz sizga hozir. Qo'ying joyga luboyga o'rta qo'yib qo'ying. Ya soya qo'ying. Soya yo'q ekan. Soya topasiz-ku, sog'anizdan nima ketadi. Tavga har kuni issiqda yurasiz. Bo'l shuni qo'ying, gap. Shunga qo'ying, mashinalar kirib chiqsa bo'ldi. O'ng atrofi chanqigani siqamiz. Mana nima? 7 kunlik bo'la namoz o'qiysiz, biz ham Xudodan qo'rqamiz. Mana shu joy parkovka ekan. Mashina qo'ysa farqi yo'q. Pul to'lar ekan. Beshinta ketamiz. Shu velik yoniga qo'ying. Nima qayerga? Velik yoniga. Beshinta ketamiz, tog'a. Hozir chakitdagi soya ekan. Ketdik.
Mana shu joyda hozir keskin ish bor. Temurlarni olib kelish bo'yicha. Hozir keskin ish nima ovqatligini ham ko'rsatib o'taman hozir videoda. Bu Surxondaryo Qiziriq tumani markazining bozori ekan. Bozorda qurilishlar bo'lyapti ekan har kuni. Mana shu joyda keskin ish bor. Keskin oshingiz bormi? Osh bor. Keskin ish bor? Bor ekan. Bor ekan. Shunday o'tirsa bo'la? O'zimiz uchun, bu. O'zimiz uchun YouTube'ga qo'yamiz, o'zimiz uchun. Yo'q, odam san neta formada. Sizga yo'q, sizni qo'ymayman. Ichkari kiramiz aka. Bor ekan. Aka ichkari joy bormi? Amal turib. Ichkaridan joyingiz bormi? Ichkaridan joyingiz bormi? Mana. O'tir. Yo'q ekan. Keskin shashar. Ichkaridan joy bormi? Keskin ish bormi? Beringizda keskin ish chadigi. Keldim. Nechta hamalar? Ha, Keldim. 6 ta. Mana olsa keling. Hargiz yo'q emas. Ha, bo'lib chiqar. Gapiring. Biz mana oshga keldik. Hozir bitta tog'ani qarorchi prikol qilib keldik. Tog'a issiqqa yurib qorayib ketgan. To'g'rimi tog'a? Tam aqli boring. Qolib ketdi. Qolib ketdimi? Yo'q, oldim. Mana sha'ringiz. Bo'la. Sal gapirib qo'ying. Aka, biz boshqa viloyatdan-da Surxondaryoning odamlarini intervyu mana shunday o'yiribmiz. Bunaqa bor. Uka qanday bo'lyapti? Qanday bo'lyapti? Aytdi. Issiq qiynayaptimi? Bugundan salqin tushadi, ko'ngil cho'ktirma. Ana to'yi bo'lgan bola kelyapti. Lekin aldayapti. Mana bugundan bizga yo'q bu bola. Chopildimmi? Bu bo'yda Afrikadan chopildi. Mana xola bizga. Qanday xola? Charchamayapsizmi? Soat nechida ishni boshlaysiz? Jurnalist ekan-ku. Bo'la yez boraman. Biz sho'ramiz, xola ham intervyuni olyapmiz. Bo'la Kameraga qarab to'xtasak bo'lmaydi, bitta transport sho'lay. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Ikki odamni prizda qilgan narsa mana shu. Keskin ish. Bo'la namoz o'qilgansiz oldin. Ko'ring, Ichib ko'ring. Achchiqda bo'lish. Jumalarga chiqib beramiz. Mana. Qo'shilar. Temur? Kuchliq. Qo'shilar kuchliq. Hasan, Deli, Deli Surxondaryoda akam. Gapirmayapti, oshingizchi. Oshga bormi ya? Yeyapman o'zi. Ko'rinmas oshli joyga. Ko'rinmas osh. Ye, payaqchi edi. Qalay? Voy bilan, shirin bo'lish. Bo'la? Zo'r qilib kesib oshni adushi. Faqat osh. Nima deganimizni oxirida eshitdim, nom Qarang, mana. Surxondaryoning keskin oshi. Buni Surxondaryo Qashqadaryoliklar biladi. Toshkentda izlab topa olmaysiz buni.
Vashshe juda shirin. Juda. Omon. Achdi solamiz. Mana. To'y tugadi. Bugun bo'pti. Aka, oqib, yaxshi etoldim. Telefonlashamiz. Chamadon tashladingizmi? Shuni bitta hamma narsani solib qo'ydim. Qaysidan berib olsang o'zim Nimani olib, bu yoqdan tuxumni olib, nima qildim? Yo'q, solib qo'ydim o'zim. Jo'natib yuboraman aka. Oqib, Javohir qani? Javohir gohib bergan kiruvdi. Faqat Javohir chaqirib o'tsa deb qo'ying. Uxlang. Hozir mashinani ketar ekanmiz mashinada. Keyin qolgan to'lig'ini qo'yib boramiz hammasi. Mana. Ana bunga tashlayvering. O'tmaga. YouTube'ga qo'yib qo'yaman, tashlayman. YouTube'ga kanalingiz bormi? Ha, bor. Seriyoz? Siznikini yo'q, seriyoz, hammasini qo'yib qo'yaman. Agar prosmatni qo'yasiz-ku, ularni prosmatni qo'yasiz-ku. Dadamga o'xshab. Aka deydi, ma'lum, Mercedes sekingina boring deydi-ku, tarqalib ketdi nimasi? Instagramlarda tarqalib ketdi shuni. Asayring, bolam. Ha, uni YouTube'ga qo'yasiz-ku. Prosmatni kami nimani ko'radi. Aka. Ana javob. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Yo'q, telefon qildim. 41 Kartob, 46 mi? Rasmi. 2 Past bo'lsa ko'rishamiz. Ikkalamiz inshaalloh. Ketdik. Давай. Mana shekasiz. Aka, ko'rishamiz. Ehtiyoj bo'lib yetib oling. Asli Toshkentga Boringlar, kutaman. Qo'l aka, yaxshi borishlar aka. Biz oxiriga o'tirishimiz mayli. Yo'q, hali shoxsiz bor, temir bor. Telefonni kelaversiz aka. Shu yerda aka. Dubbochada. O'zbekiston Petro viloyatida ham o'tasiz. Bo'ldi. Shu yerda aka. Ketdikmi bo'lmasa? Qayta Biz ketdik bo'lmasa. Xola. Qayta qildi esasi. Charchamas. Yo'llaringiz bexatar, bizda sog'-salomat yetib olasiz, yigitlar. Ko'rishamiz. Sekin registratsiyalar o'tib. Bo'p. Kelinga salom bering. Xo'p, xola, charchamaylar. Ketdik. Bu yoqda kimdir bormi? Yo'q o'tang. Men esimdagi cho'zib orqaga yotib ketdim. Yo'q, bo'l. Bolalar. Aka, Aka. Ko'rsatishni borib kutaman. Avdatini qora qamishga boraman. To'g'ri yerga tushib chep kirib boraman deyishgan. Mayli dedik. Bo'ldi. Aka, o'zingizni hisob qiling. Ko'rishamiz. Mayli. Bo'p. yaxshi etib oling. Siz yaxshi Ey, Ilhom boboringlar. Ha, olib boraman mana. Bo'ldi. Eshigingizni tep kirib boraman. Bo'p. O'qing. Charchang. Yaxshi boringlar, xo'p. Mayli, xola, charchamaysiz. Ko'rishamiz, xo'p. Bo'p, ukam. Charchamang, xo'p. Bo'ldi. Xo'p. Davay. Bo'pti. Temur to'y tugadi. 23-yil soat 2:30dan o'tdi. Juda zo'r bo'ldi to'y. To'liq qismini so'nggi qilganmiz, YouTube'ga joylaymiz. Hozir aka bilan ketyapmiz mana. Yerimizga yetib olsak, yo'q, ketamiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yana bir marotaba. Mana bizni safarimiz qaridi. Ukamiz to'y juda ham chiroyli o'tdi. Juda ham zo'r bo'ldi. Mana o'zingiz barcha qismlarni ko'rganingizdek yaxshi bo'ldi. Qadrli do'stlar. Ukamiz to'yi ham tugadi. Safarimiz qaridi, qadrli do'stlarim. Temur ukam baxtli bo'lgin. Xudo xolasa mana shunaqangi to'ylarda ko'rishamiz. Shohruz, Ilhom va qolgan bolalar.
qadrli do'stlar, biz Toshkentga chiqamiz. Sog' bo'lasizlar. O'ttiz. Mana Som 6 qaysi tomonda? 6 o'yna taraf Bu tomonda emasmi? bu yoq taraf Qadrli do'stlar, biz keldik Toshkentga. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana Temur ukamning ham to'yi tugadi. Toshkentga yetib keldik. 2023-yil, 2026-yil 23-iyul kuni. Bugungi aynan bugungi vlogimizda sizga to'ydagi videolarni ko'rsatmoqchi edik. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Boshqa bolalar bilan to'yda. Hammaga rahmat.